Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz juda muhim, har bir nafaqaxo'rga ta'sir qiladigan mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning moliyaviy barqarorligingizga, nafaqa to'lovlaringizga bevosita bog'liq bo'lgan ma'lumot. Ko'pchilik bilmagan holda yangi qoidalar tufayli katta muammolarga duch kelishi mumkin. Hatto nafaqa to'lovlaridan mahrum bo'lish yoki jiddiy jarimalarga tortilish xavfi bor. Bu ma'lumot sizning nafaqangizni saqlab qolish va jiddiy jarimalardan qochish uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi, shunday emasmi? Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ko'plab nafaqaxo'rlar nafaqa olgan holda qo'shimcha daromad topish imkoniyatiga ega edilar. Bu ko'pincha norasmiy ishlar, kichik tadbirkorlik faoliyati yoki mol-mulkni ijaraga berish shaklida bo'lardi. Ko'pincha bu daromadlar to'liq nazorat qilinmasdi. Soliq organlari yoki nafaqa jamg'armasi uchun ularni kuzatish qiyin edi. Ko'pchilik o'zining ikkinchi daromadi haqida ma'lumot bermasdan ham nafaqa, ham qo'shimcha mablag'larni bemalol olaverishardi. Bu tizimda ba'zi bo'shliqlar mavjud edi. Bu esa haqli ravishda nafaqa oluvchilar va qo'shimcha daromadini yashiruvchilar o'rtasida adolatsizlikni keltirib chiqarishi mumkin edi. Davlatning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash va nafaqa tizimining shaffofligini oshirish edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgarganini aytishim kerak. Davlat organlari, xususan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi, banklar va boshqa tegishli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvining yangi, yanada qat'iy mexanizmlari joriy etilmoqda. Yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinmoqda. Bu esa nafaqaxo'rlarning qo'shimcha daromad topish imkoniyatlariga jiddiy cheklovlar qo'yadi yoki ularni to'liq deklaratsiya qilishni talab qiladi. Eng muhimi, endilikda sizning har qanday pul harakatingiz, xususan bank hisoblaringizga tushumlar, amalga oshirayotgan tadbirkorlik faoliyatingiz yoki mol-mulkdan olinayotgan ijaralar juda qattiq nazorat qilinadi. Bu cheklovlar va talablar bu nafaqaxo'rlar uchun taqiqlanadi degan jumlaning asl mohiyatini tashkil etadi. Aslida taqiq daromadni yashirish va qo'shimcha daromadni rasmiylashtirmasdan, uning nafaqaga ta'sirini hisobga olmasdan olish kabi harakatlar nisbatan qo'yilmoqda. Hukumat ijtimoiy to'lovlarni optimallashtirish, firibgarlikning oldini olish va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish orqali adolatni ta'minlashga intilmoqda. Bundan tashqari, rasmiy bandlikni rag'batlantirish va yosh avlod uchun yangi ish o'rinlari yaratish ham ushbu islohotlarning bir qismidir. Keling, endi bu yangi qoidalar nimalarni o'z ichiga olishini, kimlar bu haqda qayg'urishi kerakligini va kimlar tashvishlanmasligi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, endi nafaqa oluvchi shaxs agar rasmiy ish joyi bo'lsa yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansa, bu haqda nafaqa jamg'armasiga xabar berishi shart. Bu majburiyat nafaqat yangi ishga kirganlarga, balki allaqachon ishlab turganlarga ham tegishli. Agar siz masalan rasmiy ishga joylashsangiz va bu haqda nafaqa jamg'armasiga xabar bermasangiz, avvalambor bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Ikkinchidan, olingan daromad miqdori sizning nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda nafaqa to'lovi to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Tasavvur qiling, sizga 2 million so'm nafaqa to'lanadi va siz shu bilan birga rasmiy ishga kirib 2 million so'm oylik olasiz. Agar bu haqda ma'lumot bermasangiz, keyinchalik pensiya jamg'armasi sizga ortiqcha to'langan nafaqa summasini qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki ortiqcha to'langan summa yillar davomida yig'ilib bir necha 10 million so'mga yetishi mumkin. Xo'sh, kimlar bu haqda qayg'urishi kerak? Eng avvalo, quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar ayniqsa ehtiyot bo'lishlari zarur. 1. Norasmiy ishlayotganlar. Agar siz rasmiy shartnomasiz, mehnat daftarchasiga yozilmasdan kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, bozorda savdo qilsangiz yoki uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanib mahsulot sotsangiz va bu daromad bank hisobingizga muntazam tushumlar shaklida kelayotgan bo'lsa, siz xavf zonasidasiz. Davlat organlari bugungi kunda tranzaksiyalarni juda qattiq kuzatmoqda. 2. Mol-mulkini ijaraga beruvchilar, kvartira, uy, garaj yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkingizni ijaraga berib, muntazam daromad olsangiz
va bu haqda soliq organlariga yoki nafaqa jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz ham katta xavf ostidasiz. Ijara shartnomalari notarial tasdiqlanmasa ham bank orqali pul o'tkazmalari kuzatiladi. 3. Kichik tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar. Masalan, taksi haydayotgan bo'lsangiz, onlayn xizmatlar ko'rsatayotgan bo'lsangiz, uyda tort pishirib sotsangiz yoki boshqa turdagi tadbirkorlik faoliyatini yuritayotgan bo'lsangiz va bu daromadlarni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, siz ham ushbu qoidalarga diqqat qilishingiz kerak. 4. Bank hisobiga tez-tez katta pul o'tkazmalari kelib turadiganlar. Agar farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz sizning bank kartangizga muntazam ravishda katta summada pul o'tkazayotgan bo'lsa, bu ham tekshiruvchilarni shubhalantirishi mumkin. Ular buni yashirin daromad deb talqin qilishlari ehtimoli bor. Endi esa ushbu holatlarga oid bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar va vaziyatlar bilan. Birinchi misol. Ahmad aka 65 yoshli nafaqaxo'r. U shaharning chekkasida kichik savdo do'koniga ega bo'lgan o'g'liga yordam berib, norasmiy ravishda sotuvchi bo'lib ishlaydi. Har kuni ertalab soat 8:10 dan kechki 8:10 gacha do'konda turadi. O'g'li unga har oy bank kartasiga 2,5 million so'm o'tkazib beradi. Ahmad aka 5 yil davomida shu tarzda ishlagan va hech kim e'tibor bermagan edi deb o'ylardi. Uning nafaqa miqdori 2 million so'm edi. Yangi axborot almashinuvi tizimi joriy etilgandan so'ng soliq organlari va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumotlar avtomatik tarzda almashina boshladi. Banklar orqali o'g'lining hisobidan Ahmad akaning hisobiga muntazam kelib turgan pul o'tkazmalari tizim tomonidan avtomatik ravishda daromad deb baholandi. Tekshiruv natijasida Ahmad aka 5 yil davomida har oy 5 million so'm daromad olganligi, ammo bu daromadni deklaratsiya qilmaganligi aniqlandi. Pensiya jamg'armasi hisob-kitob qilib chiqdi va Ahmad akaga shu 5 yil ichida ortiqcha to'langan nafaqa summasini qaytarish talabini yubordi. Bu summa 5 yil haq uni ich oy hayin million so'm emas, balki pensiya qonunchiligiga muvofiq agar daromadi ma'lum bir chegaradan oshsa, nafaqa to'lovi to'liq to'xtatilishi kerak bo'lgan summadan kelib chiqqan holda hisoblandi. Natijada Ahmad akadan naqd 5 million so'm ortiqcha to'langan nafaqa qaytarish talabi va bunga qo'shimcha ravishda jarima ham belgilandi. Bu Ahmad aka uchun kutilmagan va juda og'ir zarba bo'ldi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 7 yosh. Uning markazda joylashgan 2 xonali kvartirasi bor. Bu kvartirani har oy talabalarga 2 million so'mga ijaraga beradi. Bu daromadni u hech qachon deklaratsiya qilmagan, ijara shartnomasini ham notarial tasdiqlatmagan. Pulni har oy naqd shaklda olardi. Shuning uchun hech kim bilmaydi deb o'ylardi. Biroq talabalardan biri ijarani bank kartasi orqali o'tkaza boshlagandan so'ng Dilbar opaning hisobiga muntazam 2 million so'mlik tushumlar kelib tura boshladi. Avvaliga bitta talaba, keyin uning do'stlari ham shunday yo'l tutdi. Natijada ushbu o'tkazmalar tizim tomonidan aniqlandi. Soliq organlari Dilbar opadan ijara daromadlari bo'yicha hisobot talab qildi. Hisobot taqdim etilmagach, unga nisbatan tekshiruv o'tkazildi. Natijada nima bo'ldi? Dilbar opaning nafaqasi olingan ijara daromadi tufayli qayta hisoblanib, qisqartirildi. Qolaversa, oldingi yillar uchun ijara daromadlaridan olinishi kerak bo'lgan soliqlar hisoblandi va bunga qo'shimcha ravishda soliq qonunchiligini buzganligi uchun katta jarima solindi. U ham Ahmad aka singari to'lanmagan soliqlar va ortiqcha olingan nafaqa uchun katta miqdorda pul qaytarishga majbur bo'ldi. Uchinchi misol, Alisher aka 60 yoshda. U nafaqa oladi va shu bilan birga kompyuter savodxonligi yuqori bo'lganligi sababli masofaviy ishlarda, xususan buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha kichik buyurtmalarni bajaradi. Oyiga o'rtacha 20 million so'm daromad topadi. Alisher aka yangi qoidalar haqida eshitib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va maslahat oldi. Unga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish va o'z daromadini belgilangan tartibda deklaratsiya qilish tavsiya etildi. Alisher aka shunday qildi. U o'z daromadidan soliq to'ladi va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qildi. Natijada nima bo'ldi? Alisher akaning nafaqasi qisqarmadi. Sababi u barcha qoidalarga amal qildi. O'z daromadini rasmiylashtirdi va soliqlarni o'z vaqtida to'ladi. Qolaversa, uning daromadi miqdori nafaqa miqdoriga ta'sir qilmaydigan chegaradan oshmadi. Bu chegaralar har yili hukumat qarorlari bilan belgilanadi. Ularni aniqlash uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Bu misol shuni ko'rsatadiki, agar siz qonunlarga rioya qilsangiz, muammolardan qochish mumkin. Xo'sh, kimlar bu yangi qoidalar haqida tashvishlanmasligi mumkin? Asosan
Quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar, bilin. Faqat nafaqasi bilan yashayotganlar. Agar sizning yagona daromad manbaingiz davlat tomonidan to'lanadigan nafaqa bo'lsa va siz qo'shimcha daromad topmasangiz, siz uchun hech qanday xavf yo'q. 2. Rasmiy ishlayotganlar, lekin nafaqasi alohida qoidalar asosida to'lanadiganlar. Ba'zi nafaqa turlari, masalan, nogironlik nafaqasi, xizmat ko'rsatganlik uchun nafaqa yoki ayrim maxsus toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ish stajidan qat'iy nazar to'lanadigan nafaqalar ishlayotgan bo'lsa ham to'liq miqdorda to'lanishi mumkin. Ammo bu holatda ham ish joyi va daromad haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilish shart. O'tu yaqin qarindoshlardan farzandlar, nevaralar olinadigan kam miqdordagi moddiy yordam. Agar sizning bank kartangizga vaqti bilan farzandlaringiz tomonidan kichik miqdorda doimiy bo'lmagan pul o'tkazmalari kelib tursa, masalan, onajon, biror narsa oling yoki nabirangizdan sovg'ar. Bu holat odatda daromad deb hisoblanmaydi, lekin summalarning kattaligi va muntazamligi muhim rol o'ynaydi. Agar bu o'tkazmalar doimiy tus olsa va katta miqdorni tashkil etsa, tushuntirish talab qilinishi mumkin. Endi esa qoidalarimizdagi ba'zi istisnolar, yashirin qopqonlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar haqida so'z yuritaylik. Istisnolar ba'zi turdagi daromadlar nafaqaga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, oila a'zolaridan olinadigan moddiy yordam agar u muntazam va katta miqdorda bo'lmasa, daromad hisoblanmaydi. Shuningdek, ba'zi bir noyob holatlarda, masalan, g'oliblik uchun berilgan mukofotlar yoki meros qilib olingan pul mablag'lari daromad solig'iga tortilishi mumkin bo'lsa-da, ular nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki bu bir martalik tushumlar hisoblanadi. Biroq bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi va eng yaxshisi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritishdir. Nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun ish faoliyatiga oid cheklovlar oddiy nafaqaxo'rlarnikidan farq qilishi mumkin. Ba'zi nogironlik guruhlari uchun ma'lum bir miqdorda ishlashga ruxsat beriladi va bu ularning nafaqasiga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, maxsus xizmatlari uchun beriladigan nafaqalar, masalan, O'zbekiston qahramoni unvoni egalariga beriladigan nafaqa, harbiy nafaqalar ko'pincha umumiy qoidalardan farqli tarzda tanzimlanadi. Ammo har qanday holatda ham bunday daromadlar haqida tegishli organlarga xabar berish majburiy hisoblanadi. Yashirin qopqonlar va nozik jihatlar. Yashirin daromadning aniqlanishi. Avvallari ko'pchilik pulni naqd shaklda olish orqali yashirincha ishlash mumkin deb o'ylardi. Ammo bugungi kunda bu xavfli. Bank o'tkazmalari, elektron to'lovlar, terminallar orqali qabul qilingan to'lovlar endi to'liq kuzatiladi. Hatto sizning bank kartangizga boshqa shaxslar tomonidan muntazam amalga oshiriladigan kichik o'tkazmalar ham tizim tomonidan shubhali deb topilishi mumkin. Farzandlaringizning sizga yuborgan puli ham noto'g'ri talqin qilinmasligi uchun tegishli izohlar, masalan, onamga moddiy yordam bilan birga yuborilishi maqsadga muvofiqdir. 2. Axborot almashinuvi kuchayganligi. Bugungi kunda soliq idoralari, banklar, kadastr organlari, FVV, favqulodda vaziyatlar vazirligi va pensiya jamg'armasi o'rtasida raqamli axborot almashinuvi mexanizmlari ishga tushirilgan. Bu degani, sizning nomingizda ro'yxatdan o'tgan mol-mulk, bank hisob varaqlaridagi pul harakati, hatto siz haqingizdagi ma'lumotlar avtomatik tarzda almashlanadi. Agar sizda turli joylarda daromad manbalari mavjud bo'lsa, ularning barchasi bir tizimda birlashtiriladi. O'tu, notarial bitimlar va kadastr ma'lumotlari. Agar siz mol-mulkingizni ijaraga berish uchun notarial tasdiqlangan shartnoma tuzgan bo'lsangiz, bu ma'lumot darhol davlat ma'lumotlar bazalariga kiradi. Agar siz kvartira sotgan yoki sotib olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar ham avtomatik ravishda qayd etiladi va daromad manbai sifatida tekshirilishi mumkin. Hatto yer uchastkasidan foydalanish yoki fermer xo'jaligi faoliyati haqidagi ma'lumotlar ham pensiya jamg'armasi uchun ochiq bo'lishi mumkin. 4. Qanchalik uzoq muddat tekshirilishi mumkin. Davlat organlari sizning so'nggi 35 yillik moliyaviy faoliyatingizni tekshirish huquqiga ega. Bu degani, agar siz bugun norasmiy ishlash to'xtatsangiz ham, oldingi yillarda olingan yashirin daromadlar uchun javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik bugundan boshlab to'g'ri ishlasam eskilarga tegishmaydi deb o'ylaydi, ammo unday emas. 5. Pensiya miqdori va qo'shimcha daromad o'rtasidagi chegara. Har yili hukumat qarorlari bilan nafaqaxo'rning qo'shimcha daromad topishiga ruxsat beriladigan ma'lum bir minimal chegara belgilanishi mumkin. Agar sizning daromadingiz bu chegaradan oshsa, nafaqa miqdori qisqartirilishi yoki to'liq
kiritilishi mumkin. Bu chegaralar o'zgaruvchan bo'lgani uchun doimiy ravishda kuzatib borish yoki pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritish zarur. 6. Ish staji va ballar tizimi. Ba'zi nafaqaxo'rlar agar ular pensiya yoshidan keyin ham ish faoliyatini davom ettirsalar, ularning pensiyalari qayta hisoblanishi va ish staji ballariga qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi nafaqa miqdorini oshirish imkoniyatini beradi. Ammo buning uchun ham daromadning rasmiy deklaratsiya qilinishi shart. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib yangi qoidalarga rioya qilish va muammolardan qochish mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har qanday qo'shimcha daromad manbai paydo bo'lsa, rasmiy ish tadbirkorlik. Mulkni ijaraga berish va hokazo. Zudlik bilan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularga o'z vaziyatingizni tushuntiring va aniqlik kiriting. Qanday daromadlar nafaqaga ta'sir qilishini va qanday hujjatlarni taqdim etishingiz kerakligini so'rang. Bu sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan asraydi. Jamg'arma mutaxassislari sizga vaziyatingizga qarab aniq maslahatlar berishadi. 2. Rasmiy daromadni deklaratsiya qiling. Agar siz ishlasangiz, ish beruvchidan sizni rasmiy ravishda ishga qabul qilishni va barcha soliqlar hamda ijtimoiy ajratmalarni to'lashni talab qiling. Agar siz o'zingiz uchun ishlasangiz, masalan, hunarmandchilik, repetitorlik, taksi haydash, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon hozirda juda soddalashtirilgan. Soliq organlarining sayti yoki mobil ilovasi orqali bir necha qadamda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Shundan so'ng siz qonuniy ravishda faoliyat yuritib, o'z daromadingizni deklaratsiya qilib, belgilangan soliqlarni to'laysiz. Bu sizga nafaqangizni saqlash va jarimalardan qochish imkonini beradi. 3. Bank hisobingizni nazorat qiling. Bank kartangizga kelib tushadigan pullarga e'tibor bering. Agar farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz sizga moddiy yordam ko'rsatsa, ular pul o'tkazmalari uchun onamga yordam, ota-onamga moddiy ko'mak kabi izohlar yozishlarini so'rang. Bu kelajakda tekshiruvchilar tomonidan bu pullarning daromad deb talqin qilinishining oldini oladi. Yana bir muhim jihat, agar siz o'z kartangiz orqali boshqa shaxslarning pullarini aylantirsangiz, masalan, ularning to'lovlarini qabul qilsangiz, bu ham sizning daromadingiz sifatida qabul qilinishi mumkin. Shaxsiy kartangizni bunday maqsadlarda ishlatmang. 4. Ijara shartnomalarini rasmiylashtiring. Agar siz mulkingizni kvartira, uy, avtomobil va hokazo ijaraga berayotgan bo'lsangiz, albatta ijara shartnomasini notarial tasdiqlating. Bu shartnoma soliq organlariga avtomatik ravishda yuboriladi va siz o'z ijara daromadingizni qonuniy ravishda deklaratsiya qilishingiz va soliqlarni to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu holda ham sizga nafaqa miqdorini hisoblashda imtiyozlar yoki chegirmalar taqdim etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi va soliq organlarida bu borada batafsil ma'lumot beriladi. 5. Hujjatlaringizni tartibga soling. Daromad manbalaringiz, to'langan soliqlar, nafaqa to'lovlari bo'yicha barcha hujjatlarni, kvitansiyalarni, bank ko'chirmalarini muntazam ravishda saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun asos bo'ladi. Har qanday so'rov yoki tekshiruv paytida siz o'z holatingizni tasdiqlovchi dalillarni taqdim eta olishingiz kerak. 6. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, sizda bir nechta daromad manbalari mavjud bo'lsa yoki sizning holatingiz istisnolar toifasiga kirishi mumkin deb o'ylasangiz, shaxsiy ravishda yurist yoki nafaqa masalalari bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Hukumat portallari va pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari orqali ham bepul maslahat olishingiz mumkin. Ba'zi murakkab masalalarda mutaxassisning yordami juda muhimdir. Aziz tomoshabinlar, bugun biz nafaqaxo'rlarga qo'yilgan yangi cheklovlar, ularning sabablari va ulardan qanday qochish mumkinligini batafsil ko'rib chiqdik. Bu ma'lumot sizning moliyaviy barqarorligingiz, osoyishtaligingiz va kelajagingiz uchun juda muhimdir. Yangi qoidalarga rioya qilish orqali siz ortiqcha bosh og'riqlardan, kutilmagan jarimalardan va nafaqa to'lovlarining to'xtatilishidan himoyalangan bo'lasiz. O'z fikringizni izohlarda yozing. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishda motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.